Assalomu hammaga do'stlar. Sizlar bilan bugun qaysidir YouTuber bo'lishim mumkin, chunki bu meni birinchi videoyim. Hali menga hech qanaqa ideya kelgani ham yo'q. Prosta tak birinchi videom, prosta o'zimni akkauntimni obzor qilish bilan boshlamoqchiman. O'ylaymanki video sizlarga yoqadi. Keyingi videolar bundan ham sifatli bo'lishiga kafolat beraman do'stlar. Xo'p, birinchi o'rinda biz akkauntni profillarini ko'rib chiqsak, o'zimni akkauntim. Qolgan ma'lumotlarni ham aytib o'taman. Lidligimiz 6-urovень. Atak bu yerda hech narsa ochilmagan. Menga hojat ham yo'q. Keyin 24 bor. Bu birinchi urovень. Beril bor. Bu ham bir. Qolgan narsalar bu yerda hozircha birinchi urovень turibdi. O'ylaymanki keyin ko'taramiz. Mana bu yumtimiz 3. Bu yerda yana mana bu ham chiroyli, ancha o'zimga yoqadi. Shuni ko'tarish niyatim bor. Nasib bo'lsa sizlar bilan hammasini ko'taramiz. Mana ko'ryapsizlar, RP dan tushganlar. Bundan tashqari mana pastda bor bir ikkita olinganlar. Endi chiqamiz. Kiyimlarni ko'radigan bo'lsak, mana o'zim yaqinda olgan kiyimim chorniy akula. Bundan tashqari mana bu kiyimimiz ham bor. Endi ko'pchilik aytishi mumkin, bular menda bor deb. Men kiyimga qiziqmaganman, qiziqmayman ham. Mana bundan tashqari ham meni kiyimlarimni ko'rishingiz mumkin. Atak o'zimga bo'ladi. Yomon emas, normalniy. Bundan keyin yana olishga harakat qilamiz. Xo'p, ko'ryapsizlar, hamma kiyimni bilan tez o'tkazaman. Endi bu yerda kaskalar, daliylik kaska bor o'zimga yoqadigan. Qolganlar uncha zarurat emas. Bu yerda yana mana bu shoxcha bor ekan. Ili mana bu vorinni shoxi bor. Shoximiz. Bosh kiyimi bor. Bundan tashqari nima bor ekan bu yerda? Mayli, ko'rgan bo'lsa, qolgan narsa menimcha qiziq emas. Xo'sh, ochkilardan ham qizig'i yo'q ekan. Maskalar, 2-sezonda maskasi bor mana. Xo'p, bu ham ko'pchilikga tushdi, o'zi menda ham qiziqish qolmadi. Keyin kiyimlardan mana bu plash bor ekan. Bundan tashqari mana bu yerda Alan Walker kiyimini tushirganman. 60 yuziga tushuvdi o'sha paytda. Bundan tashqari sumkalar, xo'sh. Sumkalar ham ancha o'zimga yetarli, bezinglarni aytmasam bo'ladi. Вот ana shtani. Mana bu eski yubka bor ekan. Bo'laveradi. Yomon emas. Oyoq kiyim qiziq emas menimcha. Endi orujalar. Akimga ikkita mana skinim bor. Orada RP olmadim. Может быть shunga. Bundan tashqari 16 mana. 7 ta skinim bor ekan. Yana bitta Hillchatam. Skarga ham 7 ta ekan. 416 mana bu 14-sezonda 416si ili manba. Keyin Ledni 6. Bitta kraza va shunga o'xshagan skilllar. Keyin mana berilgan ham bitta mana bu unicornni olib qo'yganmiz. Mana bu yerda ham bor. Kuchaytiriladigan. Keyin mana bu famiz bor. Bu kamchilikka tushgan. Uncha ko'p akkauntlarda yo'q. Вот. Mana menga yoqadigan karakterlar mashalar. 24 ga 9 ta ekan. Nihoya себе bilmayman men qanday tushib qolgan bular. Avenga 3 ta, botni mana menga ham bor ekan, bilmayman. Bo'ldi, ko'radigan joyimiz shular edi. Xo'sh. Mana SKS ham bor ekan. VSS mini menimcha mashinga mana bor ekan bunga ham. Xo'sh, endi mana o'zikka 6 ta, lekin menga bitta alam qiladigan bundan 2 ta RP avval adashmasam bitta shunga kuchaytirilgan keluvdi. O'shani olib bilmay qolganman-da, juda alam qiladi shu. Yumpiga mana, Yumpiga 10 ta skin ili pakachka bor ekan. Victor Thompson ham bor mana. Xudoga shukr, akkauntda kamchilik yo'q. Mana ko'rsatishim mumkin. DBS va даже mana bu ittanmaydigan orujada ham bor. Qaranglar. Bularga pulemyotga bor ekan. Pistolet menimcha qiziq emas, to'g'rimi? Oho. Qatdan tushgan buncha. Mana arbaletga ham bor edi. Xo'sh, endi ko'radigan narsamiz mashina skinlar. Mana bu mashinaga skinim bor. O'zimga yetarli, o'zimga yoqadi. Keyin mana bu 3 tali motikka ham bor. 3 ta ekan bu, bagiga 5 ta.
Men bu lotkaga ikkita ekan qo'yilgan ekan. Xo'p, mana bu qanaqa furgonchaga 4 ta bor ekan bundan ham. Endi emotsiyalarimni ko'ramiz. Emotsiyalarim ham o'zimga yoqadi, xudoga shukr. Yomon emas hech narsasi. Hammasi yetarli. Kamchiligi yo'q akkauntimdan, xudoga shukr. Ko'rishinglar mumkin. Menimcha eng normalilar shu yerda bo'lishi kerak. Atak bilmayman. Agar nimani esdan chiqargan bo'lsam, bemalol kommentga yozishinglar mumkin. Mana parashyutlar. Eng yoqadigan babu mashina yurayda qoladi-deb. O'sha paytlarni eslasam bile, вообще cho'tki edi. Hamma narsa mana kiyimim bor ekan u. Bu ham 10 yesiga tushuvdi adashmasam. Keyin bular qizil emas. Qanaqadir ovozlar bor ekan. Ancha bu ham samolyotlar mana. Samolyot 17 sezonni hech qo'ygan bilan bitta vertolyotimiz ham bor ekan. Bomba, granata, ana shunaqa narsalarga fikrlar. Orqadan bunaqa narsa bo'lmasa ham kerak. Короче, endi akkauntimda mana inventarni ham ko'rsataman даже. Men bu narsani olib qo'yganman. Mana bunaqadan 3 ta ketdi. Bir zo'r narsa olib qo'ygan olaman deb tashlavdim. Bo'lmay qoldi. Xo'p, endi ko'radiganimiz akkauntda ramka narsalari, titullar, o'zimga yoqadigan titullar ko'p. Yaqinda uyi 25-o'yin qilib, mana shu titul olganman. Bundan tashqari pacifist bor, perfeksionist, mana bu Twitterga nima bu? Короче, asli bor, mana bu Twitterga bo'lishi kerak. Keyin bu bor. Undan tashqari eng eski mana shu bo'lishi kerak. Bo'lmadi. Короче, ko'p. Mana band titul bor. Eng yoqadigan menga shu. Bu titulni olish oson emas. Atak olishni o'rgataman. Kelasi videolarda buni olishni ham o'rgataman. Men hozir buni yashilni olishga harakat qilyapman. Mana yashilni ko'rsataman. Yashil qayerda mana. Mashinasini olishga harakat qilyapman. Inshaalloh 2-3 kunda olamiz. Buni ham. Endi bayroq buni ham berayman. Mana bu yerda ham rasmlarni ko'rsataman. Ramkalar, redki ramkalar kam. Bitta mana shu o'zim qo'ygan bo'lmasa. Bitta mana bu ham ramka ekan. Bu ham ramka ekan. Bu nima kuchaytiradi bu? Nimadir keladi deyapti, lekin buni men olgunimcha jinni bo'laman. Qisqasi shular ekan. Endi kolleksiyada hozir 45 ta mifik, 15 ta kuchaytiriladigan, 343 ta legendarniy va 419 ta redki skinimiz bor ekan. Yana qatini ko'rsak bo'lar ekan. Xo'sh, endi klanga o'zimning klanim bor. Xo'p, klanni 10 urin qildi yaqinda. O'zim boshidan beri kuchaytirganman klanni. O'tadiganlar bo'lsa, zaпрос tashab, men bilan gaplashib, bemalol o'tishinglar mumkin. Inshaalloh ko'tarilib ketamiz degan umiddaman. Qo'llab-quvvatlasanglar shunaqa bo'lsa kerak, xudo xolasa. Mana personajlar, yana keyin nima bor? Xo'sh, rankimizdan bitta sonlar mana 18 ta almas, ikkitagina assaminator, chunki men uncha o'ynamayman, qiziqmayman, to'g'risini aytsam mana. Mashinacha o'ynab kelganmiz. Xo'sh, ko'rishingiz mumkin, hammasini chiqarib qo'yapman. O'zim mana shu ikkita dominatordan keyin qiziqishim o'lganda meni. Bu yukdan ko'tarmayman, qiziq emas. Emas. Bu yana qattiq qoldi ekan. Bilmayapman o'zim. erta olingan joy. Uni hozircha qatdan ko'rishni bilmayman, chunki yashirib qo'ygandim. O'shandan keyin yo'qolib qoldi. Mana pulni o'ynaganim Cabra Sport turibdi. Adashmasam K4 S4 da men normal o'ynashni boshladim. Bitta Yevropadan Koreya, Yaponiyaga o'tganman. U ham bilmayman nimaga o'tganman. Qasdi akkauntimda bugungi obzori shu edi. Sizlarga biror narsa qolib ketgan bo'lsa, buni ko'rib bilmay qo'ygan bo'lsam uzr. Bundan keyingi videolar kommentga yozinglar, qanaqa ideya beringlar. Men o'zim nasib bo'lsa TDM taktikalarimni yo grafika to'g'ri sozlashmi
Boringlarni to'g'ri zalyotni to'g'irlashmi, ana shunaqa narsalar qiziq bo'lsa, men sizlarga o'rgatishim mumkin. Video yoqqan bo'lsa, like bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Xudo xolasa biz ham kontentni bosamiz. Sizlar qo'llab tursanglar bo'ldi do'stlar. Video yoqqan bo'lsa, xayr.